Voy, tutunni hidi chiqyaptimi? To'xtachi. Voy, yong'inmi? Mashinam yonyapti, yordam beringlar, suv. Voy, dod, yordam beringlar. Xuddi shunga o'xshash voqea Chiroqchi tumanida sodir bo'ldi. Nexia 2 rusumli avtomashinaning old qismida yong'in yuzaga keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarga ko'ra, avtomashinaning old kapot qismi to'liq yonib ketgan. Voqea esa shu yilning 2-iyun kuni sodir bo'lgan. Transport vositasidagi elektr sim kabellarini qisqa tutashuv ortidan ro'y berganligi taxmin qilinmoqda. Qutqaruv xizmatiga xabar kelib tushgandan so'ng Chiroqchi tuman favqulodda vaziyatlar bo'limidan bitta yong'in qutqaruv bo'linmasi voqea joyiga qisqa vaqt ichida yetib borib, yong'inni batamom bartaraf etishgan. Yong'in oqibatida mana shu transport vositasining old salon qismi to'liq yonib zarar ko'rgan. Xayriyatki, mana shu yong'in oqibatida hech bir fuqarolar tan jarohat olmagan. Xo'sh, kunlar isiy boshlaganda avtomashinalarda nega tez-tez yong'in yuzaga keladi? Tahlillarga ko'ra, transport vositalarida sodir bo'lgan yong'inlar sezilarli darajada oshgan. Bu nimani ko'rsatadi? Fuqarolarimiz tomonidan foydalanishda bo'lgan transport vositalarini o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazmasdan foydalanib yurganligini ko'rishimiz mumkin. Hurmatli fuqarolar, avtoulovingizga e'tiborli bo'lib, uni tez-tez texnik ko'rikdan o'tkazishni unutmang.